Faol marjon kalsiy degan so'zga e'tibor bersam, menga vrach sifatida yoqqan tarafi faol degan so'z. Barcha organlarning bugun o'z ish faoliyatini faollashtirish uchun ham bugun bizning tanamizga mineral kompleks kerakligi to'g'risida meni diqqatim qaratilgan va buni o'rgandim. Ya'ni kalsiy mineral kompleksi yetishmasa nima kelib chiqishi? Suyak sistemasining barcha xastaliklari, suyak ko'magida qon ishlab chiqarishdagi o'zgarishlar natijasida kelib chiqadigan qon kamlik xastaliklari, inson tanasida mineral yetishmasi oqibatida tez qarish holatlari, muskul sistemaning qisqarish qobiliyatining kamayishi, aynan varikozlar, gemoroylar, yuraklarga sten qo'ydirish, o't qoplarida tosh hosil bo'lish, ayollarda bachadon osilib qolishi, siydik tutilmaslik xastaliklari ham shuning oqibatida kelib chiqishligini o'rganib va vrach sifatida yana diqqatimni qaratgan narsa bugungi kundagi asabiylikka ham inson tanasida kalsiy minerallar kompleksi yetishmasligidan kelib chiqqanligini ko'rib, yana ham chuqurroq izlandim, chuqurroq o'rganib shu narsaga keldimki, faol marjon kalsiyning uning xususiyatlari va tarkibi meni qiziqtirdi. Xususiyatlari 100% tabiiy dengiz mahsuloti ekanligi va boshqa kalsiylarga nisbatan ko'proq so'rilganligi, aynan organizmdagi kislotali muhitni ishqor muhitga aylantirib berishi va tarkibida 60 xil dengiz minerali va magniyni bo'lganligi meni yana vrach sifatida diqqatimni o'ziga tortdi. Aynan qaysi minerallar? Kremni. Agar inson tanasida kremni mineral yetishmasa, qon bosimi xastaligi yuzaga keladi. Agar inson tanasida alyuminiy yetishmasa, jigar xastaligi. Lekin bu ikkita mineral faqat dengiz mahsulotidan olinadi. Agar inson tanasida kalsiy mineral yetishmasa, suyak sistema xastaligi, kaliy mineral yetishmasa, yurak xastaligi, magniy mineral yetishmasa, azizlar, asab xastaliklari, agar inson tanasida temir mineral yetishmasa, qon kamlik xastaliklari, tarkiblari bir-biridan ajoyib. Tarkibidagi meni yana o'ziga tortgan narsa bu xrom va mis minerallari. Agar inson tanasida xrom yetishmasa, qandli diabet xastaligi, mis yetishmasa, revmatizm, revmatoid artrit xastaliklari, ayniqsa o'zimni soham ginekologiyada ayollar tanasida marganis mineral yetishmasa, bepushtliklarga sababchi bo'layotganligini ko'rib, germaniy mineral yetishmasa, rakka moyilligimiz ortayotganini, tarkibidagi mana shunday minerallarning 60 tasini bo'lganligi. Bundan tashqari azizlar, mana shuncha 60 ta mineral bitta tabletkada mujassam bo'lganligi, shu 60 ta mineralning tabiiy ekanligini va eng muhimi bugun O'rta Osiyo, shu jumladan bizning xalqimizga eng kerakli jihati ovqat hazm qilish sistemamiz yaxshi bo'lmaganligi, chunki til ostidan so'rilganligi uchun azizlar 97% so'rilib, barcha hujayralarimizga yetib borganligi va barcha organlarning hujayralari minerallar bilan ta'minlanib bergandan keyin o'sha organlar o'z ish faoliyatini tiklashi oqibatida bugun yurtimizda 210 xil kasalliklar insonlar, xalqimiz, vatandoshlarimiz o'sha kasalliklarga shifo topib, o'sha kasalliklardan azob chekayotgan xonadonlarga malham bo'lishiga sababchi bo'ladigan mahsulot bo'lganligi uchun ham men vrach sifatida biologik faol qo'shimchalarga ishondim va tan berdim azizlar.